Salom do'stlar, bugun siz bilan birgalikda 3-darsimizni boshlaymiz. Olmoshlar mavzusi. Xo'p, olmoshlar o'zi nima? Zamirlar, olmoshlar. Bilaman, sizda ham, menda ham ko'pchilikda mana shu ona tili bo'yicha grammatikamiz unchalik kuchli emas. Nima u, nima uchun kerak? Maydalashib turamiz, nimalarga tiqilib turib. Shunchaki tak. O'zbek tilidagi men, sen, u, biz, siz, ular. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Men, sen, siz, u, biz, siz, ular. Olmoshlarning o'zlari. Ya'ni. Xo'p, olmoshlar turlanishi mumkin. Misol uchun benim, senin, onun, bizim, sizin, onların. Mening, sening, uning, bizning, sizning, ularning. Egalik olmoshlari deydi. Ya'ni unchalik kutib qolishadi. Siz mana shu narsadagi, ya'ni benimning, mening bilan tengligi, senin, sening, onun, uning, shuning tengligini bilsangiz bo'ldi. Hech kim sizga mana shuni olmoshni nima deb so'ramaydi hech qachon. Javob o'zingizga qiyin ko'rmang. Xo'p, ko'ramiz. Yana qanaqa olmoshlar bor? Bana, sana, ona, bize, size, onlara. Menga, senga, unga, bizga, sizga, ularga. Bu narsa nimani olmoshi, turkchasi qanaqa bo'ladi, o'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Buni bilmaymiz. Lekin shuni o'zbek tiliga tengligini bilsak bo'ldi. Chunki biz ichkariga kirganimizda imtihonda gapirishimiz kerak. Masalan, bir turk odam to'g'ri turib, "Aka, mana bu olmoshni qancha so'ramaysiz sizga." Xo'p, aytishingiz mumkin. Beyjon aka, beyjon ustoz. Bu nima kerak bizga? Bunaqa aniq ko'rsatingiz, ilmiy tildasini tushuntirib bering. Nima qilamiz? Ularga savol beramiz. Sizning otangiz, onangiz Turkiyada qanaqadir bir deputatmi yoki siz bir kongressmenmisiz yoki siz ona tili ustozimisiz, turk tilida bor ona tilini tushuntirib berasizmi? Mana shunaqa bo'ladi. Siz turklar bilan turkcha gaplashishingiz yoki turk tili bo'yicha testga topshirishingiz kerak. Uni aynan nima bilan tengligini bilishingiz shart. Siz yoza olsangiz, gapira olsangiz, eshitib yoki o'qib turib tushuna olsangiz bo'ldi. Xo'p, yana qanaqa olmoshlar bor? Beni, seni, onu, bizi, sizi, onları. Bu ne? Meni, seni, onu, bizni, sizni, ularni. Tamam. Maydala shartlamaz. Yana qanaqa olmoshlar bor deymiz? Bende, sende, onda, bizde, sizde, onlarda. Nima? Menda, senda, unda, bizda, sizda, ularda. Unchalik qiyin emas. Xo'p, yana bitta. Biz kechagi mavzumizda ko'rgan edik, siz bilan ham qo'shimchasi. Bende, sende, onda. Ya'ni xuddi shunaqa ketamiz. Bende, sende, oda, bizde, sizde, onlarda. Xo'p. Beyjon aka, bu katta qiyin ko'rinyapti. Nimaga? Bende. O'xshab qolyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, so'zimizda biz buni ajratib turib gapirdik. Chunki ham qo'shimchasi alohida yozilyapti bu yerda. Shuning uchun ham men bende emas, bende aytayapman. Tushundingizmi? Xo'p, ya'ni ko'rishimiz mumkin, salomlashishda o'sha ketib qoladi. Masalan, o'sha aytganda bizga sizni tanishtirishimga memnun oldum. Bende memnun oldum. Xo'p, bir joyga ketmoqchi bo'lib turibmiz. Yana bir tanish do'sti bor ekan. Masalan, bir do'stim bilan ketmoqchi bo'lyapman biron joyga. Uni do'sti bor yana bitta. Shunaqa qilyapman. Nima deyman? O da bizimle gider mi? Yoki gidecek mi? Yoki o da senin kardeşin mi? Bo'ladimi? Demak, bizda shunaqa ko'rinishda qo'shib bersak bo'lar ekan olmoshlarimizda. Yana bir qancha olmoshlar kelishi mumkin. Bu bo'yicha ham ko'rib o'tib keturamiz. Yoki bilan qo'shimchasi bo'yicha ham shunaqa qo'shish mumkin. Eleni qo'shib yozsak ham, alohida yozsak ham bo'ladi. Masalan, otobüs ile, otobüsle. Araba ile, arabayla. Taksi ile, taksiyle. Ana shu ile qo'shimchasini olmoshlarga qo'llamoqchi bo'lsangiz, quyidagicha qo'shilar ekan. Benimle, seninle, onunla, bizimle, sizinle, onlarınla. Mening bilan, yo'q, men bilan. Turklarda men bilan demoqchi bo'lsangiz, mening bilan deb yozasiz va shunaqa o'qiysiz. Chunki bu shunaqa qoida bo'yicha shakllangan. Uni alohida maydalashib, chekirib, nimalardir chiqib ketgan, qaytib kelgan deb aytish shart emas.